Hop, endi 3-sini boshlaymiz. Testni boshlash. 3-savol. Hop. Haydovchi o'z harakat yo'nalishidan qat'iy nazar kimning ixtiyoriga transport vositasidan foydalanishga imkon berishi zarur debdi. Yo'l foydalanish xizmatiga hech qachon bermaydi. Tibbiyot xodimlariga beriladi. Hayoti xavf ostida qolgan bemorlar uchun berilishi mumkin. Belgilaymiz. 2ga o'tamiz. Qaysi belgi ro'para harakatlanishning ustunligini bildiradi debdi. Demak, ro'paradan kelayotgan ustunligi ikkinchi belgida ko'rsatilyapti. 2ni belgilaymiz. Hop, 3-siga o'tamiz. Qaysi transport vositalarining qatnov qismining chetida 2 qator qo'yilishi mumkin? Buning uchun eng o'roq eng gabarit tomondan kichkina narsani topiladi, ya'ni KJVS mototsikllar va velosipedlar degan variantga to'g'ri keladi. Chunki buni kengligi boshqalarga o'sha to'sqinlik qilmaslik kerak. O'shani hisobga olib. To'g'ri. Endi qaysi belgi qoidalarning aholi punktlarida harakatlanish tartibini belgilaydigan talablarni bekor qilinishini ko'rsatadi debdi. Ana endi bunda o'z-o'zidan 4-belgi oq fondagi aholi yashaydigan joydan chiqish degan belgida o'sha talablar bekor qilinadi. 5. Avtomobilning qaysi g'ildiraklari sirpanib tormozlanishga ko'proq moyil bo'ladi? Orqa g'ildiraklar ko'proq sirg'anadi, chunki tormoz bosganimizda avtomobil visi o'zini yuki oldingi g'ildirakni itarib ko'proq aylantiradi. Orqa g'ildirak ko'tarilgani hisobiga, ya'ni o'sha oldiga tisarilganda orqasi ko'tarilgani hisobiga orqa g'ildirak ko'proq sirg'anishi mumkin. Hop, 6ga o'tamiz. O'ngga burilganda shu belgi bilan belgilangan bo'lakka o'tishga ruxsat etiladimi debdi. Agar bo'lak harakat qismidan yotiq sidirg'i chiziq bilan ajratilmagan bo'lsa, ya'ni splashnoy oq chiziq bilan chizilmagan bo'lsa, ruxsat etiladi. 7ga o'tamiz. Qaysi yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat etilgan? Xo'p, bunda demak buyuruvchi belgi faqat to'g'riga bu harakatni buyuryapti, lekin o'ng tomondagi yoqilg'i quyish shoxobchasi, turar joy dahalariga kirish uchun, ya'ni o'ng tomondagi yo'nalishga taqiqlamaydi, tatbiq qilinmaydi. O'shani hisobga olib B va A yo'nalishiga harakatlanishga ruxsat etiladi. Demak, 8imiz qolib ketibdi. Qo'l jarohatlanganda kiyim qanday tartibda kiygiziladi debdi. Kiyim avval jarohatlangan qo'lga, so'ngra sog' qo'lga kiydiriladi, chunki jarohatlangan qo'lni qimillatish qiyinroq. Xo'p, 9ga o'tamiz. Yuk transport vositasida shunday joylashtirilishi kerakki, u shovqin hosil qilmasligi kerak, chang to'zon ko'tarmasligi va atrof muhitni ifloslamasligi kerak bo'ladi. 10. Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda o'tadilar deganiga yengil avtomobil, tramvay va avtobus haydovchisi harakatlanishda davom etadi. Chunki yengil mashina asosiy svetofori yashilida, yengil mashinamiz, hop, endi tramvay bilan avtobusimiz asosiy svetofori qizil. Bularda qo'shimcha tarmoq, mana kichkina, ya'ni ikkinchi darajali degan ma'nodan kelib chiqadi bu. Ya'ni asosiy svetofordagilar to'g'riga o'tib olgandan keyin yo'l bo'shasa, keyin qo'shimcha tarmoqdagilar o'sha yoqqa o'ng tomonga masalan yurishiga ruxsat beradi deb turib testni yakunlash qilamiz. Demak, natija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hammasi to'g'ri. Bu bizda endi 3-savolimiz edi.